Azizlar, mana bu oddiy zina. Kim uchundir oddiy zina? Sizlarga bir narsa ko'rsataman. Xo'p, sizlarga aytgan boyagi zinam. Qarang. Zinadan oddiy inson bir zumda chiqib olishi mumkin. To'g'ri, meni o'zimga unchalik bilinmaydi. Internetdan tashqaridan qaraganda qiyinchilik tuyulishi mumkin. Bu zinani men oddiy zina deb tasavvur qilmayman. Balki hayotimizda uchraydigan qiyinchiliklarni yengib o'tishdagi yo'l deb tasavvur qilaman. Davom etamiz. Xo'p, bu zina bilan ustaxonamga chiqamiz. Ustaxonamni ko'rsataman hozir sizlarga. Ustaxonam tom qismida, uyni tomida, shipirtayida manzaralar, atrof hamma ko'rinib turadi. Qani, marhamat bu yoqqa. Hop, mana shu ustaxonam, mana. Aynan nimaga endi tepaga, nimaga endi tomtayaga so'rashingiz mumkin. Ko'pchilik so'ragan ham. Chunki mana ko'rib turibsiz, hamma yoq rasmlarim, qilgan ishlarim bilan kerak bo'lsa tartibsiz bo'lyapti. Shu tomoni yaxshi. Agar uyda bo'lsa, odam keldi, mehmon keldi, yig'ishtirish kerak, yo'qmasa bolalar qiy-chuv hamma yoq rasvo qilishadi. Shuning uchun hatto o'zim ishlarim shunday turaveradi. Biroq xalaqit bermaydi. Mana shu joyda mono salafanni qo'ygan sababi qishda sovib ketadi. Kichkinagina qilib salafanni qo'yganman. Mana shu yerda jonli efir qilib sizlarga ko'rsatib boraman. Joyim shu. Bu videoda olishdan maqsad ustaxonamni ko'rsatish va ko'pchilik hozir motivatsiya kerak, motivatsiya so'rashadi. Tushkunlikka tushdim, hayot qiyinchiligi, xullas shunga o'xshash savollar. Motivatsiya bering. Sizga zo'r motivatsiya aytaymi? Zo'r motivatsiya. Sizga hech qanday motivatsiyaning o'zi yo'q. To'g'risi bera olmayman. Sabab nima? Sabab Allohim yaratib qo'ygan shuncha mo'jizalar ko'rib turib, qolaversa, mana ham videolarni ko'rib turib, yana ham motivatsiya kerak bo'lsa, unda sizga boshqa motivatsiyani o'zini bera olmayman. Hamma narsa o'zimizning qo'limizda. Taslim bo'lish yoki olg'a intilish. Barchangizga omad.